Sobiq Sovet ittifoqining har qaysi navbatlik oliy rahbarlari. Birinchi Vladimir Lenin 1917-yildan 1924-yilgacha vazifa o'tagan. Sovet Rusiyasi Sovet ittifoqining asosli quruvchisi. Oktyabr inqilobining rahbari bo'lib, dunyodagi tunji sotsialistik hokimiyatni qurgan. Hokimiyat yurgizgan mezgilda chet elning qurolliq o'rlashishni chekindirib, davlat ishidagi to'polonni tinchitib, urush mezgildagi kommunizmni yo'lga qo'ygan. Keyin yangi iqtisodiy siyosatga tanshab, xalq egiligini asliga keltirgan. 1922-yili Sovet Sotsialistik Jamhuriyati ittifoqini rasmiy qurgan. Ömrünün oxirida partiya ichidagi byurokratlaşishdan hushyor bo'lib, millatni idora qilish, partiya ichidagi demokratiyaga aloqador tafakkurlarni o'tirg'i qo'ygan. 1924-yili kasal sababidan vafot bo'lgan. Sovet ittifoqining siyosiy ideviy asosini silib, yer shariviy sotsializm harakatiga chunqur ta'sir ko'rsatgan. Ikkinchi Yusuf Stalin 1924-yildan 1953-yilgacha vazifa o'tagan. Lenindan keyin Sovet ittifoqining oliy rahbari bo'lgan. Bir qator kurashlar orqali rahbarlik o'rnini mustahkamlab, yangi iqtisodiy siyosatdan voz kechib, yezigilikni kollektivlashtirish va 5 yillik planni yo'lga qo'yib, davlatni sanoatlashtirishni tez ishga oshirgan. Sovet ittifoqini yetaklab, 2. dunyo urushining g'alabasini qo'lga keltirib, natsist Germaniyasini mag'lub qilib, Sovet ittifoqini dunyoviy kuchli davlatga aylantirgan. Hokimiyat yurgizgan mezgilda yuksak markazlashgan Stalin andisi shakllangan. Urushdan keyin G'arb bilan qarshilashib, sovuq munosabatlar urushning muqaddimasini ochdi. 1953-yili vafot bo'lgan. Hayotidagi tuhfa va savalliklar uzoq muddatlik tarixiy munozara qo'zg'agan. 3-Nikita Xrushchev 1953-yildan 1964-yilgacha vazifa o'tagan. Stalin vafot bo'lgandan keyin taxtga chiqqan. Hokimiyat yurgizgan dastlabki mezgilda Stalinsizlashtirishni boshlab, Stalinning shaxsga chuqurishni oshkora tanqid qilib, nurg'un nohaq, yolg'on, xato dilolarni aqlagan. Yezigilikka sanoat tuzilmasini isloh qilishni sinab qilib, jamiyatni boshqarishni tizginlashni bo'shashtirgan. Diplomatiya jihatda G'arb bilan bo'lgan munosabatni yaxshilagan. Şunun bilan bir vaqtda Kuba boshqariladigan bomba krizisi qatorliq keskin tirkishishlar yuz bergan. Islohotda sistemliklik kamchil bo'lib, siyosat takror tavrinib, partiya ishidagi ziddiyat o'zliksiz keskinlashgan. 1964-yilda Sovet ittifoqi Kommunistik partiyasi markaziy komiteti hay'at riyosati tarafidan vazifasini qoldirilib, Sovet ittifoqining tinch taxtdan tushgan tunji oliy rahbari bo'lib qolgan. 4-chi Leonid Brejnev 1964-yildan 1982-yilgacha vazifa o'tagan. Xrushchevning o'rnini erib Sovet ittifoqining oliy rahbari bo'lgan. Oldingi mezgilda iqtisod muqim, davlat kuchi Sovet ittifoqi tarixidagi eng yuqori pallaga yetgan. Harbiy kuchi Amerika bilan umumyuzlik tirkishalaydigan bo'lib, chet eldagi kuchlarni keng ko'lamda kengaytgan. Keyingi mezgilda konservativlikka yuzlanib, cho'nqur islohot to'xtatilib, jamiyat bir izda to'xtab qilib, byurokratlar qatlami muqimlashib, iqtisodning eshish sur'ati sijil tuvallab, bir yino bir izda to'xtab qilish davri shuningdan e'tiboran borliqqa kelgan. Harbiy hozirliklar keng ko'lamda kengaytirib, moliya yuki og'irlashgan. Afg'onistonga tashqi jihatdan tajovuz qilib kirib, Sovet ittifoqini uzoq muddatlik urush paqiqiga patirib qo'ygan. 1982-yilda kasal sababidan vafot bo'lgan. 5-chi Yuriy Androv 1982-yildan 1984-yilgacha vazifa o'tagan. Uzoq muddat KGBning rahbari bo'lgan. Brejnev vafot bo'lgandan keyin vazifani o'tkazib olgan. Sovet ittifoqining cho'nqur qatlamli krizisini his qilib, amaldorlarni tartib solish, chiriklikka zarba berish, iqtisodni tanglashdan ozroq olg'a siljitishga urinib, jamiyatning bir izda to'xtab qolish vaziyatini o'zgartirishni umid qilgan. Emgak intizomiga ahamiyat berib, kichik ko'lamli islohotni sinab qilgan. Lekin hokimiyat yurgizgan vaqtda aran 15 oy bo'lib, salomatlik ahvoli yaxshi emas edi. Nurg'un yirik planlari amaliylashmagan. 1984-yilda kasal sababidan olamdan o'tgan. Qisqa vaqt hokimiyat yurgizish Sovet ittifoqining chekinish yuzinishini tutab qololmagan. 6-chi Konstantin Chernenko 1984-yildan 85-yilgacha vazifa o'tagan. Peshqadam bir avlod partiya ishlari kadri. Andropov kasal sababidan vafot bo'lgandan keyin varislik qilgan. Ideyasi mutaassib bo'lib, bir yil mezgildagi ko'p sondagi siyosatlarni davomlashtirgan. Islohot salmoqi ojiz edi. O'zi yil bo'yi kasal bo'lib, aran 13 oy hokimiyat yurgizgachga nurg'un xizmatlarni qarab yaydirishi tasga to'xtagan. Qisqa vaqtlik o'tkinchi mezgilida Sovet ittifoqining turli iqtisodiy, ijtimoiy ziddiyatlari davomli yig'ilib, krizis o'zliksiz chunqurlashgan.
1985-yili kasal sababidan vafot bo'lgan. Uda nurg'un rahbarlar qisqa muddat ichida olamdan o'tib, Sovet Ittifoqi Kommunistik partiyasi rahbarlik qatlamining yosh bir avlod izbosarlarini tanlashiga turtki bo'lgan. 7. Mixail Gorbachev 1985-yildan 1991-yilgacha vazifa yuturgan. Sovet Ittifoqining eng oxirgi oliy rahbari. Sahnaga chiqib, umumyuzlik islohot elib borgan. Iqtisodiy islohotning unumi yaxshi bo'lmagan. Orqadilla siyosiy islohotni boshlab, yangi tafakkurni o'ttirib qo'yib, fikrni qo'yib, ko'p partiyalik tuzumni yo'lga qo'ygan. İslohot kontrolligini yo'qotish, ittifoqdosh jamiyatning mustaqillik to'lqinini qo'zg'ab, milliy ziddiyat umumyuzlik patlagan. 1991-yil 9 avgust voqeasidan keyin Sovet Ittifoqi Kommunistik partiyasi huquqidan ayrilib qolgan. Shu yili 12-oyda Almata xitobnomasi imzolanib, Sovet Sotsialistik Jamiyati ittifoqi rasmiy partiyalangan. Gorbachev Sovet Ittifoqi tarqatib etilgandan keyin ondan vazifasidan ayrilgan.